أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. yuqoridagi bab namozning vaqtlariga, shu vaqtlarning ichida afzal bo'lgan vaqtlar, makruh bo'lgan vaqtlar munosabatlikda. Bu shu namozning vaqtining kirishini uqtirib qo'yish, jakalash munosabatlik bab. Va huwa fil lughati mutlaqul i'lam. Azan degan so'z lug'at ma'nosi uqtirish, bildirib qo'yish, jakalash degan ma'noda. Shu arablar hozir axborotni i'lam deydi. Axborot ministrini vazir al-i'lam. Qala ta'ala: "Wa adhanun min Allohi va rasulihi." Alloh va uning rasulidan uqtirish degan ma'noda. Yana bir oyatda "Wa adhan fin nas." Ham shariat ma'nosi shu. الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. namozning vaqtini ma'lum iboralar bilan Rasululloh va sahoba kiramlardan kelgan iboralar bilan alayda shaklda uqtirib qo'yishdan iborat. Va huwa sunnatun muhkama. Bu aniq, ehtimollik yo'q, aynan bir sunnat. Sunnah li jama'atir rijal. Ayollarga azan to'lish yo'q. Maktabda lekin erlar ayollar demadi shuni, ammo ba'zi ulamolar buni farz kifoya deb qaraydi. Ba'zi sunnat vojib deb qaraydi olimlar. Lekin bu sunnah li jama'atir rijal. Ayollar uchun bo'lsa, ayollar sunnat emas. Azan to'lash, takbir aytish sunnat emas ayollar. Yani yolg'iz kishi olib qolsa desa, jumhur sunnat deb qaraydi. Yani bir mazhabmi yolg'iz kishiga sunnat. Nega erlarga ayollar azan to'lsa bo'lamdi? Bo'lmaydi. Xuddi ayollar imom bo'lsa bo'lmaydi degan. Qala Abu Hanifa rahimahulloh fi qawmin sallu fil Misr bi jama'atin bighayri adhan va iqama. Shahar ichida, yezikanda, shahar ichida jamoat bo'lib o'qibdi, lekin azan takbir to'lmabdi. Bular haqida xalafus sunnata va athimu. Sunnatga xilof qildi bular. Gunohkor bo'ldi debdi. Va qila huwa wajibun. Yani bir qarashda, Hanifi mazhabga qarashda vojib debdi. Li qawli Muhammadin, nima uchun desa, Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani shunda bir so'zni degan. Bu so'zni bunda qarab, Imom Muhammad bunda degan bo'lgan ekan, bu vojibkan deb yakunlab chiqaribdi. Nima debdikan? لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم. Bir yurtning aholisi azan o'qimaslikqa birdek ittifoqlashib olsa, azan o'qimaydigan odat chiqarib olsa, ularlar urushgan bo'ladi, jang e'lon qilibdi. Va zalika inma yakunu ala tark al-wajib. Urush degan vojib bo'lgan narsani qilmay turib olsa, va athimu degan sunnat darajasini shunday yiqilib vojibdan yiqilishib qolgandek demakchi. Chunki sunnatlarimiz tang barobar emas darajasida. Endi vojibga yaqin turgan sunnatlar bor. Mo'mindan mahkam sunnat bo'lg'achqa, vojibga yaqin bo'lg'achqa azanni to'lmay jamoat bilan namoz o'qib qolsa gunohkor bo'ldi debdi. Val jam'u baynal qawlayni, endi biz olimlarimizdan ikki xil qarash kelib qolganda bir ahvol bo'ldi endi. Sunna muakkada, ham birisi vojib deganda. Hamda ikkisini shunda yaqin endi. Bu ayrilolmaydigan darajada bo'lish kerak. Anna sunnal muakkadata kal vajibi fil ithmi bi tarkiha. Sunna muakkadani tashlatib qolsa, vojib o'xshash gunohkor bo'ladi desak, ikkisini jamlagan bo'lamiz. Va inma yuqatalu ala tarki. Nima uchun? Gunohkor oldi deganni ma'qul, gunohkor oldi dedi. Nima uchun urush ochimiz Alloh deb qolsa, li'annahu min xasoisil islam va sha'airihi. Chunki bu islomning aloyidligi va shuar xarakterlik belgisi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Şu şekilde her türlü kabile iman etip, önümüzde Müslüman kirvatkan, özünün diyanetini kabul kılıvatkan çağılda, bire kabilenin maalesinin ötep kalsa, etiyen seherliğini de saklap baktı. Azan anlansa, teyiş kılmaydı. Azan anlanırsa, teyiş kıldı. Nağın ki bu Müslüman dasıqının belgisi olap kaldı. Ve sıfatuhu, azanını kanda to'laymaz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salati, hayya alel salah, hayya alel felahi, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Hakeza haka Abdullah ibn Zeyd ibn Abd Rabbih azanen nazil mine's sema. Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anhu asmandan tushgan ash farishta ügetgan azanni mushunda so'zlab bergan bizga deydi. Ve vafaqahu Umar ve cemaatun min as-sahaba. Umar ve bir grup sahabeler şun o'xshash endi tush ko'rgan. Vafaqahu degan. Shuna tush ko'rgan ekan, faqala lahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam allimhu Bilalan. Bu azanni Bilalga uyutib qo'ygan. فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا. Çünkü onun avazı seninkinden yuqori. Anda degan ijroqliga yetkazadigan, qattiq so'zlaydigan demakchi. وَعَلَّمَهُ فَكَانَ يُؤَذِّنُ بِهِ. Shundan bu Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu anhu Bilalga uyutib qo'yapti. Bilal shu azanni to'laydigan bo'ldi. Aslida Makkadagi chaqda namozga azan to'lanmaydi. Shunami? Albatta dastlab 2 vaqt o'qilibdi. Keyin 5 vaqt namoz farz qilindi. Shundan keyin o chaqda azan to'lash yo'qdi. Hatto unda oshkormi? Unda yig'ilib namoz o'qiolmaydi Makkadagi chaqda. Shunami? Makka mushriklari musulmonlarni qattiq qiyin qisqa qilgan. Ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Isro kechasi Baytul Maqdisga bordi. Payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qishnami? Shu chaqda ba'zi rivoyatlarda endi azan to'landi ya takbir tushirildi degandek aziz rivoyat kelgan bo'lsin. Bundan keyin osmonga chiqdi, Alloh taolaning huzuriga chiqqan chaqda shu yerda azanni anglagan rivoyatlar kelgan bo'lsin. Bu hammasi taqiysa emas, endi bir aziz rivoyat bo'lishi mumkin. Keyin Madinaga keldi, Madinaga kelgandan keyin bular hammasi namozning vaqtini biladi. Lekin dalamda hozir o'qiydi 5 minutdan keyin unda bak aniq bo'lmagan ekan. Birroq kelib bunda saqlab o'tiribdi. Saqlab o'tirgan ekan Rasululloh chiqib qizga namoz o'qiydi. So'ng bu vaqtni qolmaya, dal vaqti yig'lanmay yoki qolgan ahvol bo'lg'achqa ba'zilar xristianlarnikidek qo'ng'iroq chalsak, dang chalsak namozning vaqtini uqtirish uchun bir uqtirish nimasi belgisi o'sildi deb qo'ng'iroqni taklif qilgan. Ba'zilar Yahudilikdek kana chalsak, mung'izningda bo'ladi-ku. Ayindan qilsak deb baqqan. Har xil takliflar berilgan. Berilgandan keyin balki bular mana har xil taklifni muzokara qilib o'qigan chaqda masalan shuni o'ylab uxlagan bo'lishi mumkin sahablar. Yani bunun qanda birini mutafsaqlar deb nimani o'ylab basta shuni tushirdi shu vaqtda. Qanday ekan bu Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu anhu ga shudi bir odam ko'ringan. Mana asliki hadis qarasanglar Abdullah ibn Zeyd qala lamma amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bin naqusi yu'malu li yudraba bihi lin-nas. Rasululloh shunda buyurgan deydi. Kishilarni namoz chaqirdiganga qo'ng'iroq asishga buyurgan vaqtida deydi men. Tafa bi va ana naimun ma uxlayotgan chig'imda menga bir kishi keldi deydi. Bir kishi kelib yahmilu naqusan fi yadi. Qo'lida bir qo'ng'iroqni ko'tarayotgan. Faqultu ya Abdullah atabi'un naqus satam sa'asa va ma tasna'u bi qanday qilsa buni deb. Faqultu nad'u bihi ila as-salah. Bu namozga chaqirmoqchiman. Desa qala afala adulluka ala ma huwa khayrun min zalik. Uni ubdira unda prayma sana. فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر دب مش أذنن سيغسن دبرب ثم تقول إذا أقمت الصلاة أن تكبر شيئا من ذا ديسا دبرب اخترب قيده فلما أصبحت من تنات كان شغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزور كاغنم دا فأخبرته بما رأيته كلن شون دبرم فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله الله خالصا وحق راس شبلبتو يعني الله دين كاغن چوش مكچه
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت. Bilal bilan birga turib, shu sen ko'rgan tushingdagi shu sig'ini Bilal dafagin azan to'lisin dedi. فإنه أندى صوتا منك. Chunki uning ovozi senkidan yuqori. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه. أبلا شبل يجرب çıktı. يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. Abdullah ibn Zeyd ko'rgandek men shunda o'xshash tush ko'rdim debdi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. Allohga hamd sano bo'lsin. Ya'ni Alloh taolo bizga shu to'g'ri bo'lgan uqtish vasfasini o'rgatib qo'yapti demoqchi. Bundan keyin mushamda Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu anhuninki rivoyat qilgan hadisi. Bu hadisni hadis azanin nazil min as-sama deb ataydilar bilmaslar. Shunda ash ko'rgan odamni farishtadir. Farishta shunda nima qilgan. Ham tushda bir narsa ko'rishlar uni shariy hukm mag'lub bo'lmaydi. Masalan, biraydan men shunda Rasulullohni ko'rdim. Menga mush ma'lumotni boshlab mashina qiling dedi. Desa, o'zing ixtiyoring o'zing borsang bo'l, lekin u haqliga undan bunday qilish lazim, Rasululloh bunday buyurdi demaysan. Yoki shuni bunday ko'ribdimi, bunday qilish kerak ekan deb unda hukm olmaymiz. Bir odam o'zi tushkirab, ko'ngildan bunday bir qisam bo'g'dek deb qolsa, bu o'zining ishi. Ar-ru'ya wal ahlam laysat masdar min masadir at-tashri'. Shariatning manbasi nima? Al-kitob va sunnah. Lekin unda ma'laqalikda Rasululloh buni ru'ya haq deb bir tasdiqladimi? Hazrat Umar bu ko'rdi. Undanki Hazrat Umar odatda Alloh taolo ilhom qilib haqni bildirgan zotlarning birisi edi. Shariatning ba'zi ahkomlari Umar bunda bo'lsin deganda tushgan. Alayda bir o'rni bor. Undan keyin ikki sahoba ko'rdi. Shukerda Rasululloh ru'ya haq deb tasdiqladimi? Undan keyin bu Rasulullohning tasdiqlashi bilan bu xuddi Allohdan kelgan vahiy sifatida endi janlanib ketdi. Shunga yo'l qo'yildi. Bunda desak to'g'ri chiqadi. Salih mu'minning tushi va payg'ambarlikning iqror qilgan. Juz'un 40 nubuva. Endi Rasululloh ru'ya haq inshaalloh deb tasdiqlagan taraf bo'lgan ekan. Rasululloh tasdiqlashi bilan shunday bo'lib ketdi. Yo'q, o shariatlik nimasi yo'q. Mushulmonmi shariatlik nimasi yo'q. Lekin Rasulullohning tasdiqlashi o'g'achqandan shu sifatni olgan bo'ldi. Bu shuni Rasulullohning ko'rmay sahobaning ko'radi bilan hikmat. Albatta, buni ulamolar ba'zi buningdan bir hikmat vallohu alam azanda va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh degan shahodat bo'lg'achqa Rasulullohning payg'ambarligini tasdiqlashni Rasulullohning o'zining orqali emas, baş sahabining nimasi bilan isbotlashni xohlagan Alloh taolo deb baqqallar. Ya'ni birisi Alloh taolo mushunda bash sahabining nimasini qilish orqali boshqa sahabining martabasini ko'tarib, qadrini ko'tarib, ularni shu falan tushkirash orqali azam bo'lib qo'yilgan. Bunda degankim buning fazilati eshib ketdi-ku. Mushuni xohlagan. Lekin asla shu Isro Mi'rojda Rasululloh osmonga chiqqan chog'da azan anglagan degan rivoyatmi kelgan. Deganda Alloh taolo aniq bir vahiy qiliblan u azanni nima qilmay, bu sahobaning tushishi orqali anda Rasululloh ha bo'ldi shunda qillar deb ijro qilishi bilan yo'l qo'yilgan. Ya'ni Rasulullohning o'shada tasdiqlashi, iqrori bilan sunnat bo'lib ketdi bu. Endi nima uchun azana nazil min as-sama deydi buni? Ana fi mazhab azanning ba'zi nimalarida tekbirning ba'zilarida Shafiy mazhab bilan sal talashlar qilgan masalalar bor. Lekin o'zining dalil qilgan, tayangan hadisini jonliq, dabdubli, haybatli ko'rsatish uchun adani nazil min as-sama, osmondan tushgan farishtaning hadisi. Abdullah ibn Zeyd radhiyallohu anhu hadisini bulduğun gap aslida. Nima hadis Abi Hurayra emas, hadis Ibn Umar deydi-ku. Lekin shunda haybatli ko'rsatish uchun, dalilni kuchli qanda ko'rsatish uchun aslında dalilning nima desa, bizning dalilimiz shu. Osmondan tushgan farishta bayon qilib bergan hadis shu. Gap bunda. Undan keyin o'sha azonningki sifati o'sha hadis keldi. Qala va la tarji' fi.
tercih degan qaytlash, yandirish degan ma'noda. Bu yerdagi qaytirish dastlabida ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh degan ikki shahodatlar jumlani ichida ikki qatimdan takrorlab o'tib, uningdan ullik holatda o'qishni tercih deydi. Endi biz o'zatdan endi takrorlamaymiz. Shu ulliklam ikki qatim ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh deb hayal salah hayal shundan chiqib ketimiz deydi. Lekin Shafiy mazhabchi ikki qatim ishing deysa, uningdan ikki qatim ullik deysa, ikki shahodat jumlasini deydi. Tercih degan shu. Nima uchun unda qaytlash yo'q? Yani 8 qatim shahodat aytish bo'lgan bunda. لأن الجماعة الذين رووا أذان النازل من السماء الذي هو أصل الأذان لم يروا الترجيع. عبد الله بن زيد رضي الله عنه hadisi rivayet qilgan ravilar unda qaytlab takrorlashni rivayet qilmagan. Mushadis azan majlisida asosli dalil shutdi deydi. Va aydan fa innahum qalu, yana ular bunday degan. ثم صبر هنيئة ثم قال مثل ذلك. Aş hadisden Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh hadisde da kilep manda dedi. Mesela Allahu Ekber dedi. Hani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah da bunu dedi. Hani bizden türütüp hayyala salat dedi diyendek bunu rivayet kılgan. Huney'e diyen cindek türüttü. Sabara huney'eten kişikkini türütüp cindek türütüp manda dedi demek. وزاد فيه قد قامت الصلاة مرتين. تكبرنا وقتكن شغدا شقتم قد قامت الصلاة ده. ولا ترجع في الإقامة إجماعا. أمد تكبرنا وقتكن شغدا قد قامت الصلاة جنما. قد قامت الصلاة شقتم بإشبات ده. ونما ترجع قلب قد قامت الصلاة شقتم إشمز ديتب. ممكن أقولك شقتم قد قامت الصلاة أقولك دم دوق يا. Şikatimden de ettik. Nağınki azanımı qaytılmayız. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لقن أبا محذورة الأذان وأمره بالترجيع فإنه كان تعليما. Hem Şafii mezhebinde Abu Mahdura diyen muşu sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye bağlan çağdan azan to'lashni o'tib qo'ygan. Azan to'lashni o'tib, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed Resulullah deb bir deyitib, yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed Resulullah deb bunda o'rgatgan deydi. Hamda ve ta'limu galiban yurajja'u fihi liyuhfaza fadhannahu min al-adhan. O'rgatishda odatda qayta takrar deb birdig'ashba. Undan keyin yodlovasini takrar deb baginni ma Shafiy mazhabdagilar shunda takrorlash bu odatdan o'rgatishda emas, biz azan to'lsaqmi ayında takrorlaymiz deb tushunib qolgan. Demakchi. Ta'lim bo'lsa qog'ozlarni takrar qilib, shuni takrar qilib qolgan. Ya qanman takrorlash kerak emas. Bo'lsa qari Qur'on izlayotgan birisiga ba'zi oyatni 3 qatim takror qilib qo'yish mumkin. Sal ta'sirrak demay qolsa. Ba'zi 3 qatim ham nima qilish mumkin. Rasulullohning ta'limlarida hujjat yo'qonki 2 xato bo'lsa 2 xato bo'lib tushunib. Ya Shafiy shunda tushungan. Siz tushungandek, u Shafiy tushungan. Shafiy shunda tushundi. Ular shuna tarjih ba dedi. Ya'ni Rasulullohdan nima qilgan, shundan o'qimaymiz. Biz uni qarta yo'q, buni o'rgatishda aslida takrar shahodat nimasini takrorlab o'rgatdi. Boshqasini asan bo'lg'asiga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bu o'rgatishdan kelib chiqqan takrorlash deb javob berdik demakchi. Mushu bir avzasi hammasi Imom Shafiiy radhiyallohu iborat. والترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين أولا ثم يرفع بهما صوته. أي bizden gap şu. Tarifine sizde başta ekilişi lazım. Bunun ulasal işe gapni dapılap, onu tercih edilen mava demay, tercihini başta düşündürüp dep, bunda kılış yok dep, nasıl onun ekası buldu. Mava tertüyle kılıyor. قال والإقامة مثله. Tekbir maaşı azanға o'xshash, mislul azan demekçi. Lekin tekbir tushgan chaqda hayalal falah degandan keyin qad qamatis salat deb ishkatin deydi. Va yazidu fihi ba'da al-falah qad qamatis salatu marratayn. Lima rawayna. Hozir mana diqqat qilsanlar, tekbir hozir
Hanifi mezhepte tekrar. Her cümle tekrarında. Şafii mezhepte birden tak okuydu. Bu yerde tekbirning jub o'qilganligiga ikki dalil keldi. Birinchisi lima ravayna degan birsi, oyog'ida walima ruya an Abi Mahdura. Abu Mahdurning hadisi bu dalil demak, ikki dalilimiz bor buni demoqchi. Lima ravayna degan, ya'ni Abdullah ibn Zayd hadisi adanun nazil min as-sama. Hadisini demoqchi. Shuningdimi, ma kitobning ostida ko'rsatdi-ku, taqul ila aqamtas salat deb, ashu ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh, hayya alas salah, hayya alas salah, qad qamat salah. Mana qad qamat salahni takrordimi? Chiqatim dedi. Endi buningga Abu Mahduraning hadisini xatimiz deydi. Ikki qatib turib, endi azanning hamma iboratlari takrorlaymiz demoqchi. Abu Mahduraning hadisi Tirmizi rivoyat qilgan hadis. الأذان مثنى والإقامة مثنى جب أقلدوا دمج مشاهد استنبر لفظة من ذلك عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 15 كلمة أذن 15 جملة söz ügetti مع رسول الله كلمة ديgan جملة ديgan كلمة طيبة ديمizgo والإقامة 17 كلمة tekbirni 17 cümle ügetti degan. Qala immatul hadis asah ma ruya fi zalika hadis Abi Mahdura. Mushu tekbir masalasida yoki azanning necha jumla ekanligi mushu haqda rivoyat qilingan hadislarning eng sahihi Abu Mahduraning hadisidir degan edi. Nolki ma sanasanglar al-adan 15 kelime 15. Azanning 15 so'z hozirgi mush anglayotgan azanni shaharda aytayotgan azanni bizning o'qilayotgan azanni sanasanglar 15 jumla chiqadi. Ham takbirni qatqan salat deb ikki jumlani qatqandan keyin 17 chiqadi. Lekin Imom Shafiyning qarashicha Imom Shafiyning 15 ga shahadatni ikki qatimdan takrorlab 4 ni qatsang 19 jumla bo'ldi. Takbircha 11 jumla. İmam Şafii'nin delili Hazreti Enes Bukhari'de rivayet kılgan. فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يُشَفِّعَ الْاَذَانَ وَيُوتِرَ الْاِقَامَةِ. Yani umira diyen söz, şuna kâse, mutlak yapkasa, şu Resulullah buyurdu diyenini köşkütte. Daha onken, vetirine tak kılışkı buyurulgan diyen. İki xil qarash hazır, jub o'qish, tak o'qish. Şafii mazhabida qari qo'shgan, Şafii mazhabi başta bizning odat qilgan azonni boshlashdan burun ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh deb oshini takrorladi. Yani albatta unda Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar degan keyin ishkini takrorladi, 4 jumlani takrorladi. Bundan keyin normal ashhadu an la ilaha illalloh bizning azonimiz keldi. Davomli 4 ortiq olganken 15 ga 4 ni qo'shsak 19 jumla. Mujohid debdikan bu asli takbir jub o'qilibdi. Keyin ba'zi valiylar tezroq ishni bitirish nima qilish uchun fasiq valiylar taq qilib aytgan buni deb baqibdi. Vallohu alam. Takbir arqana qoldi jub etilganda. Ha, Hanifi mazhabda jub etildi. Mesela Şafii mazhabida Allohu akbar deganda takbir qilgan. Ya Allohu akbar shu ikki bo'ldi. Ha? Allohu akbar ikki bo'ldi. Yani bir mazhabda 4 oldu. İkisini bir qilsak, bir jumlada kalır. Allohu akbar degan. Lekin şu Abu Mahduraning takbirni 17 deganimi yoki masna deganimi sayyiz. Yani bir mazhabninki bunda jub o'qishi hadisga muvofiq. Ya Shafi'ning hadisini olgan ekan, u hadisga muvofiq. Ba'zi bir ehtimol chiqar. İki xil qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yoki hamda birisi to'g'ri, birisi xato. Biz uni to'g'ri xatoni biz bilmaymiz hozir. Bunda faraz qilib boqamiz. Qala wa huma sunnatun lis-salawatil khams wal jum'a. Ikki uqtirosh, ya'ni azan bilan takbir, bu 5 namoz bilan jumaga sunnatdir. Shu namoz bilan azan to'lash, takbir tushirish sunnat. Bundan boshqa farz emas namozlarga azan o'qilmaydi, takbir tushirilmaydi.
Masalan, Eid namazıga azan tekbir düşürülmeydi. Kusuf, husuf, vitir. Eid namazı müşahhamıga unda düşürülmeydi. Liannahu sallallahu aleyhi ve sellem vaadaba aleyhi fiha. Beş namaz dedim, Cuma'nın şu peşiminin uğrunda. Şu namazlarda izcil taşlamay bunda kılıp kelgen. Yani muazzin kılımı davamlık azan to'la etdi Rasulullah'ın. Ve lianna laha avqatan ma'luma. Yana 5 namazninki aniq belgilangan vaqti bor. Lekin boshqa namozning cho'g'i aniq belgilangan vaqti yo'q. Ko'pincha azodan. Ve tuadda fil cemaat. Yana bu cemaat bilan o'qilgan namozlar fayuhtaju ilal i'lam. So'ng boshqalar uqtirish ehtiyoji bo'ldi. Ve la kezalika gayruha. Undan boshqa namozlar unda emas. Çünkü Eid namazı alıp aytsak, bu Eid namazı geldiğinde yılda 2 ayet olanki hammadan bilip gidiyor onu. Hatta ayetin uqtirishni musulmon tayyorlik qilib, yangi kiyimini kiyib chiqadigan unga. Undan boshqa vitrni unda jamoat bo'lib o'qish asosi yo'q. Ramazonda o'qisa o'qiydi, u chaqdan maydan shu jamoat xutdan taravih bo'lgan. Salatul kusuf val khusuf shu alomat ko'rgandan keyin o'qiladigan bo'lg'achqa bo'ldi. Ya ondan başka qazo olib ketgan namozga azan to'lab muqisi bo'ldi. Sunnat salavatul khams. Shu 5 namozning dal vaqtida o'qiladigan namoz bo'lsin, o'tib ketgan bo'lsin, sunnat. Mushammalan bundan o'qiyamay uxlab ketdi. Keyin ondan kun chiqqandan keyin o'qilgan bo'lsak, azan to'laymiz. Biz yolg'iz o'qishda, Hanifiy mazhabda yolg'iz o'qiydigan kishiga azan to'la sunnat. Iqomat shunday. Azanni bakrak iqomat taxir sunnat bo'lishga yaqin. U chiqishi mumkinmi? Qala Muhammadun va man salla fi bayti bighayri adan va la iqomatin jaza mana. Uyda azan to'lamay, takbir tushmay o'qib qolsa mayli. Va in fa'ala fa hasan. Yolg'iz turib azan to'lab takbir tushib o'qib qolsa umubdan. Nima uchun degan chaqda azanning alayda yana ba'zi fazilatlarim bor. Azanni anglagan chaqda shayton o'sirg'inicha qochadi deydi. Uyda shu atrofida shayton bo'lib qolsa, shaytondan tozalay olamiz uni. Lekin shunday azan to'xtagandan keyin yugurib keliblarda namozni ozdirish qilishdi. Yana azan to'lisa, shu azanni anglagan ins bo'lsin, jin bo'lsin, boshqa har qanday bir maxluq bo'lib qolsin, qiyomat kuni shu bandaga guvohlik berdi. Bu dunyoda unda kalimat tavhidni to'lg'an, unda taat ibodatni qilgan deb guvohlik berdi. Undan keyin bu yaxshi ish. Ta hasan degan shu. Ammal jawazu faruya an ibn Umar radhiyallohu anhu ma zalika. Zalik degan so'zlar son bo'ldi. Ammal jawazu faruya an ibn Umar radhiyallohu anhu ma desak. Ibn Umar radhiyallohu anhudan shunda kelgan. Yani takbir to'lmaydi namoz o'qigan kishida shari'siz bo'lib qolsa mayli bo'pti. Chunki amaslada takbir to'lg'an o'qigan shu hisob demoqchi. Wa an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu annahu kana yusalli fi dari bighayri adhan wa la iqama wa yaqul. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uyda shunda azan takbir to'lmaylam namoz o'qib yujzina iqamatul muqimina hawlana. Bizning atrofimizda muqim turayotgan shahar aholisininki takbir tushirishi shu hisob bo'ldi bizga deb chiqgan. Yana al-Aswad wal-Alqamash kalar rivoyat qilgan bir hadisda atayna Abdullah fi dari faqala asalla haula'i khalfakum faqulna la faqala qumu fasallu falam ya'murna bi adhan wa la iqam. Namoz o'qinglar lekin azan to'langlar demabdi. Bu Sahih Muslimda kelgan rivoyat. Farz kifoya deganga yaqin kelma qarash. Chunki bu atrofda boshqa jamoatlar, boshqa musulmonlar azan takbir to'lgan ekan, bo'ldi. Ida qama bihil ba'd saqata anil baqin deganda. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan shunda. Takbirni o'xshash. Ya so'yib qoldi degan, takbirni faqat aytmasak, o'qilasak bo'ldi. Lekin takbir aytgan kelsa, takbirni qad qomat salat namozimni boshini ketdimsa degan bo'ldi. Ya'ni kim orliqda yana 15 minut, 5 minut vaqt o'tkazsang, bu gap yolg'ondek bo'lib qoldi. Shuna takbir tushgan kelsa, o'qitasan. Ya takbir faqat tushma. Ya takbir tushsan, takbirni oxirlama o'qi. So'yib qolsa takbirni olmay hisob qildi. So'yib qolsa deganimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam takbir tushirib bo'lgan chaqda namoz o'qish chiqqan vaqtida bir odam gap kutdi. Oldiga chiqib Rasulullohdan ko'rishib paranglashdi.
Rasulullah bir müddet karanlık durup onun iken de okudu. Daha ki tekbir söyleyip kalmaydı inge mağdan çıktı dedi. Resulullah'ın ciddi bir sözünü deyiş için bir zöl bir geplen toktatkan. Mesut'un kayını şu kanundan tekbir çıkırısı. Azan çıkırısı oldu biz azanı o alındırdı. Tekbir nerede köpün şu mesutun aşıdan olması bunu alınırsak mı? Mel buldu ki. Hesap değil. Hesap buldu ki. İkisini bir kata sanattı. Azam okumay, tekbirimi çüymay, aynı okuyan demek. ويقول يجزينا إقامة المقيمين حولنا وفعله أفضل. لكن أذان طلاب تكبير طلاب نقصا أفضل لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغيره من الأذكار. Çünkü bu namaz münasebetlik, namazın aldığı eğitildiğin zikirdek. Bu namazın kendi zikirini tasbih etişine afzal bolgandek, bu mu namazın aldığı okulduğun azkarlı olan iken deyiş yaxşı. Onun için azanda şunda faziletli var. Şeytanın qo'lida tutgan, guvohlik beradigan alaylik bor. Qala yazidu fi adhan al-fajr ba'da al-falah as-salatu khayrun min an-nawm marratayn. Khatam as-salat khayrun min an-nawm deb ortiqcha so'zni qilib o'tdi dedi. Bamdatning azındılan boshqa namozdan kedamas. Lima ruya anna Bilal ata bab hujrati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam liyu'limahu bi salati al-fajr wa huwa raqidun. Rasulullah aytgan chaqda bamdatning namozini o'qiymiz hozir deb uqtirib qo'yish uchun kelgan vaqtida as-salatu khayrun minan nawm degan. Faqala as-salatu khayrun minan nawm, as-salatu khayrun minan nawm. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi wasallam ma ahsana hada ij'alhu fi adhanik. Bu ajab ubdan gapgan. Azaningda mushuni qetib olgan biladigan mush azanda demoqchi. Bu anda odatda bunda Rasulullah sallallohu alayhi vasallam 2 rakat Bagdadning sunnatini o'qib, bunda yana yetib bizdan saqlab turibdi-ku. Shu chaqda kelgan bo'lsa, uxlab qolgan bo'lsa, deb as-salat khayrun minan nawm degan. Bu bir hamda unda tanbih berishga iborat. Lekin Rasululloh yarab qilib, namoz shuni qetib danglar degan. Demak, o'qas azan bo'ladi yoki qayt bo'lishmaydi. Rasululloh buni qetib qilgan ekan, bundan azanda shuni qatmaslar, sunnat qilib qilganlar. Rasulullah hazır müşe azanını qetiblanlar deyişiler ne buldu? Sünnet ol buyurdu hem Rasulullah'ın muazzini Bilal radıyallahu anh şunu davamlı qetiblaydigan buldu keyincha. Davamlı ki sünnet qilib qilgan buldu. Unutib qilib degan bo'lsa mesela maylamdi o azan mayli hisob buldu. Mava ortiqcha bir so'z endi. Lekin shuni qetib deyish sunnat. Sünnet namozda azan chiqishni o'qiyapsiz. Bo'lmaydi. وتوارثت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanını tatip İslam ümmeti muşunu ilgirikilerden muşunu ügünüp kelgen. Bu muallifin zamanı kadarmış da adır bizden bugün günümüzge kadarmış da. ولا تثويب في غير أذان الفجر. Tethvib degan ya savb degan so'zdan kelgan. Unda ahvolda bir narsani uqtirish uchun kiyimni ya bayroqdagi bunda kullantimizga uqtirish degan ma'noda yoki saba yasub degan uni qaytish degan ma'noda. Bu masalan bir qatim azon to'ldiq, bir uqtiratdikmi? Ikkinchi qatimda 5-10 minut o'tgandan keyin demasdan uxlaydigan bo'lg'achqa yana kelib namoz qilinglar degandek bunda bir so'z bilan uqtirib qo'yish. Qayta uqtirish degan ma'no kelgan. Unda hadisda bamdatda as-salat khayrun minan nawm deb ash iboralar o'qitdi-ku. Boshqa namozda namoz ballar qilinglar degandek yoki namoz taqsir deb to'lab qo'ygandek bunda bir iboralardan qayta uqtirish demakchi. Namoz o'qish uchun qanday bo'lsa, salovat deb to'lib deb shu tafsir shu. Yoki ba'zan sapros deb to'lib Allohu akbar deb. Ashun bir xil tafsir bor. Wala tathwiba fi ghayri adhan al-fajr li qawli Bilal. Ana Hanifi mazhabda bamdatning azini boshlamazlarda unda qayta yana bir alohida uqtirish yo'q. Nima uchunsa Bilal degan dedi. Qala li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya Bilal thawwib fil fajr wa la tuthawwib fi ghayriha. Bamdatga qayta uqtirgan degan undan boshqa qayta uqtirmagan degan dedi. Bu hadis ajizmikan? Bu hadis aciz. Lekin Amishka Bayhaqining rivoyati anda sahih. Aslida
وفي الباب من حديث أنس بن مالك قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم قال البيهقي إسناده صحيح. شuna javob chiqib ketmamdi bu. Lekin uningdan mı yana bir sahih bor. Abu Davud rivoyat Abu Mahdura radhiyallohu anhu hadisida buni Shayx Albani sahih degan. Qala Rasul sallallohu alayhi vasallam fa in kana salatu subhi qulta as-salatu khayru min an-nawm as-salatu khayru min an-nawm Allahu akbar Allahu akbar. Bomdatda unda deysa dedi. Endi bomdatda unda deysa degan ekan bu azan ibodatning turishi bo'lgan ekan, bu bir ibodat bo'lgan ekan. Shu Rasululloh ko'rsatgan joyda deyish bilan kifoya emas. Uni boshqa qiyos qilib boshqa namozlarga deydigan bo'lsak nima bo'ldi? Bid'at bo'lib qolishi mumkin. Farz o'qilgan raqamda nas farz degan. Farz kifoya deydiganlar bor, lekin sunnat degan doirada. Farzga chetib kelsa, u namozning ichiga hamma narsa farz bo'lib ketadi. Namozning ichiga zikrlardan hammasi. Lekin onun ichida farz bor. Sunnat oldi keyin tasbih etish sunnatda namozdan keyin 33 qatim. Yarımda farz desak, ashun farz bo'lib ketadi. Hamda bomdatdan boshqada as-salat xayru minan nom deyilmaydi. Dedishmi? Chunki Rasululloh bomdatda inda degan dedi. Ondan endi bir hadisda masalan man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd deganim bor. Boshqa 4 namozlar unda deyishni Rasululloh qo'ymagan. Biz paydo qilsa qo'ymaydi demoqchi. Yana uning ichida Ibn Umar va Ali radhiyallohu anhular bomdatdan boshqa namozda as-salat xayru minan nom deganda shunda har xil iboralardan tasrif qilgan bir muazzinni chiqarib tanlamasdan debdi. Mashabilning sizlardan kelgandir. Va Abu Yusuf la ba'sa bizalika lil umara emirlar shahar boshlig'i, vali, xalifa cho'ng kishi bo'lib qolsa, uning katiblari, xizmatchilari uning unda bildirib qo'ysa bo'ldi deydi. Nima uchun? Endi u cho'ng mansabli kishilar muhim ishlar bilan yo urush masalan, davlatlararo munosabat yoki jiq odamning qon to'kilishiga munosabatli kishilar bilan aldirash bir mashg'ul bo'lib qilish mumkin. Keyin qayta taqsir namoz vaqti bo'lib qoldi deb masalan. Ya'ni bir o'qtirib qo'ysa mayli. As-salat ya amiral mu'minin degandek. لأن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلاة. خليفة olan çağda namazın vaktini uqtirib qo'ygan bir kishini o'rlashtirgan. Qila va kadalika al-qadi wal-mufti va kullu man yashtaghilu bi umuri al-muslimin. Qazoxunam, mufti va musulmonlar jamoatining ishlarini qiladigan ajunda xizmatlarda ishlaydigan xodimlar hammasi ayna birasi shuni uqtirib qo'ysa bo'ldi deyilibdi. Va qila fi zamanina yuthawwibu fi as-salawat kullaha li zuhur at-tawani fi al-umur ad-diniyya. Bu maktan yozgan chaqdimi birroq chaqlar ibodat bu ishlarda sust ko'rilib, bo'shanliq ko'rilgan avval bo'lg'achqa boshqa namozlardimi shunda qayta bir tanbih berib qo'ysak bo'ldi deganlar bor ekan. Tavani deganda bo'shanliq, sustlik. Va tathvib degan nima iborat? Unda ta'rif qilyapti. Ziyadatul i'lan bayna al-adhan wal iqamati bima yata'arafuhu ahli kulli balda. Har bir diyorning aholisi o'zaro shunda bilishib qildiganga o'rlashtirib qo'ygan bir ibora bo'lib qolsa, masalan biz sapros deb o'qimizlar. Shunga o'xshash. Endi bir so'z bo'lsa, shu so'z bilan ham namozning vaqti bo'lsa, bo'lib qoldi namozga mangla degan tariqada uxtusi bo'ladi demoqchi. Qala va yurattilu al-adhana va yahduru al-iqama. Azanni tartil darajasida o'qiydi. Bakmu uzun so'z o'tmay yoki lafzini o'zgartirib o'tmay, u ham bilan to'lg'imay, mig'izdek chiqarib o'qiydi. Va yahduru al-iqama. Lekin takbir tushgan chaqda tez kach tushirdi. Bizalika amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilalan. Rasululloh Bilalni shunda buyurgan debdi. Ajizma Albani Hasan deydi. Sayyid deydi. Albani Şu Hasan deydi Albani desa, Sayyid degan bunda tajovuzin debdi. Lekin hamda Hazrat Umarninki Baytul Maqdisga borgan chaqda Baytul Maqdisning muazzini Abu Zubayr degan kishi azan to'lgan chaqda Hazrat Umar shunga shunda debdi ekan.
İza azzanta fatarassal. Azan to'lsang salmoq, o'zing tutilib, bunda to'lig'im. Fatarassal yani tamahhal degan ma'noda. So'zni dani ayirib, va iza aqamta fahdar. Hadr deganmi maqarimli bo'ldi. Qiroatning bir darajasi. Tezroq. Fahdar yani bu talaffuz qilish tez talaffuz qilgan, lekin u ikki so'zni biriktirib o'tmay, dan qilib, lekin tez. Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh deb bunda. Lekin azan to'lganda Allohu akbar dedik. Lekin buni ortiqcha so'zab, ma'ni o'zgarib ketadigan, ahang o'chirgan. Mesela so'dar bilsanda, aramning mazaqini qanday to'laydi? Deb to'laydi. Bu aqall o'sa makruh, bo'lmasa bidatul. Talhinul adan. Mesela beş söz etse Allahu akbar deganda Allahu akbar deyapti. Akbar degan Alloh akbar bilan ma'nosi o'xshamaydi. Akbar. Nolning ma'nosi o'zgarib ketdi. U ha-ha-haning ma'nosi yo'q yani. Va ardiqda ha deydi-ku. Mesela hozir azan olsanglar, masjid musallar yana chiqishdan so'zab qanoat qilmay yana bu anda shunda bidat tarix sirib qolgan to'lash. Ya'ni mungli qilimiz deb qilgash. Mishaychi bo'lsin. Allohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.